Assalomu alaykum. Mamlakatimiz bundan 24 yil muqaddam o'z mustaqilligini qo'lga kiritib, tarixiy taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Va o'tgan davr mobaynida eng baxtli mamlakatlar qatoridan 44-o'rinni egalladi. Suhbatdosh ko'rsatuvi orqali biz kim edigu, kim bo'ldik degan hayotiy haqiqatga asoslangan turkum ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Bizning bugungi studiyamiz mehmoni O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni sovrindori, 2015-yil iyul oyida 32 yoshida tibbiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olgan Baxtinur aka Xudanov. Baxtinur aka, studiyamizga xush kelibsiz. Avvalambor aytingchi, mustaqillik yillarida mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimida olib borilgan islohotlar ko'zni quvontirmasdan qo'ymaydi. Aynan mana shu sohada erishilgan yutuqlarga siz soha mutaxassisi sifatida asosiy omillar bo'lib nimalar xizmat qildi deya olasiz? Bilasizmi Feruzaxon, bugungi kunda mustaqillikka erishgandan keyin barcha sohalar kabi sog'liq saqlash sohasida ham davlat darajasida juda katta islohotlar olib borildi va haligacha yana bu narsa rivojlantirib borilmoqda. Hozirgi kungacha erishilgan yutuqlarimizni birma-bir sanaydigan bo'lsak, bu juda ko'p yutuqlarga erishdik. Masalan, onalik va bolalikni himoya qilish, bolalar o'limining kamayishi, turli xil nasldan naslga beruvchi kasalliklarni kamayishi va boshqa xil yo'nalishlardagi kasalliklarni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish natijasida juda katta yutuqlarga erishdik. Bu esa butun aholimizni genofondini yanada sog'lomlashishiga, ularda turli xil kasalliklarni tobora avj olib ketishini oldini oldi deb ayta olamiz. O'tgan yili prezidentimizning Toshkent davlat stomatologiya institutini tashkil qilish bo'yicha qarorini ham bunga yaqqol misol deb olishimiz mumkin. Chunki ushbu fan sohasiga, stomatologiya sohasiga berilayotgan e'tibor bu demak O'zbekiston Respublikasi aholisining stomatologik kasalliklar bilan chalinishini kamaytirish, ularni stomatologik salomatligini yaxshilashga qaratilgan va oldinga qo'yilgan juda katta bir qadam deb hisoblayman. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini 24 yilligiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilindi va o'tgan 5 yil mobaynida mamlakatimizda 523 ta sport inshooti qurib bitkazilgan ekan. Mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini hayotimiz qoidasiga aylanib borayotganining asosiy sabablari nimalardan iborat? Hozirgi kunda mamlakatimizda sog'lom turmush tarziga bo'lgan e'tibor kundan kunga ortib bormoqda. Chunki hammaga ma'lumki, kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish va yoki shu kasallikka chalinmaslikni ta'minlab berish juda muhim hisoblanadi. Chunki kasallikni oldini olish kasallikni davolashdan ko'ra samaraliroq va barcha uchun foydali hisoblanadi va bu o'sha demak aholini o'sha kasallik orqali kelib chiqadigan asoratlarini ham kerak bo'lsa oldini olib beradi. O'sha turli xil majruhlik holatlari, nogironlik holatlariga chalinmaslikka sabab bo'ladi. Bu narsani rivojlanayotganligini yaqqol misoli sifatida valiologiya fanini hozirgi kunda turli oliy tibbiy ta'lim muassasalarida fan sifatida o'qitilishi, maktab va litsey kollejlarda ushbu yo'nalish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilayotganligidan ham ko'rishimiz mumkin. Biz ham stomatolog sifatida talabalarga va hozirgi kunda maktab, bog'cha bolalariga va turli mahallalarga sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha tushuntirish targ'ibot ishlarini olib borish uchun biz ham hozirgi kunda loyiha ustida ish olib bormoqdamiz va tez kunlarda bu narsani demak aholining turli qatlamlarida yo'lga qo'yish, shu narsani amaliyotga tatbiq etish niyatidamiz. Aytingchi, siz bugungi kunda mana shu mamlakatimizda sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va shu bilan birgalikda fan ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan foydalangan bir yosh sifatida fan doktori ilmiy darajasini olgan ekansiz. Bugungi kunda barcha sohalarimiz kabi tibbiyot sohasida ham ilm fan sohasida juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Yoshlarimiz ushbu imkoniyatlardan foydalanib chet el oliy ta'lim muassasalari, turli xil ilmiy tekshirish institutlariga borib, u yerda malaka oshirib, o'z ilmiy ishlarini bajarib kelishlari va O'zbekiston Respublikasida o'z o'sha doktorlik dissertatsiyasi yoki magistrlik dissertatsiyasini himoya qilish imkoniyatlariga ega. Men ham shu imkoniyatlardan foydalangan holda 2012-yil Germaniyada, 2013-yil Angliyada, undan keyin Belgiyada, Gollandiyada o'z ilmiy ishlarim natijalari bo'yicha turli xil ma'ruzalarda, konferensiyalarda ishtirok etdim. U yerlarda o'z ilmiy ishlarimni bajardim va 2013-yilda bularning natijasini doktorlik dissertatsiyasi sifatida himoya qildim va hozirgi kunda tibbiyot fanlari doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldim. Men bu ilmiy darajaga erishish yo'lida
o'sha yoshlarga yaratilgan barcha imkoniyatlardan foydalandim deb hisoblayman. Agar bu imkoniyatlar bo'lmaganda hozirgi kunda yoshlarda bunaqa imkoniyat bo'lmagan bo'lardi. Buni barchasi men o'ylaymanki shu mustaqilligimiz sharofati bilan yaratilgan va berilgan imkoniyat deb hisoblayman. Demak, sizni yosh bo'lishingizga qaramasdan fan doktori ilmiy darajasini olishingizda asosan mamlakatimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar asos bo'lib xizmat qilar ekan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Aynan bir qator hamkor tashkilotlar, vazirliklar va nodavlat notijorat tashkilotlar bilan ijtimoiy sheriklik asosida yilning eng faol yosh shifokori respublika ko'rik-tanlovi o'tkazilar ekan va aynan mana shu ko'rik-tanlovda siz birinchi o'rin g'olibligini qo'lga kiritgan ekansiz. Mazkur ko'rik-tanlovni mazmun mohiyatiga to'xtalsangiz va qanday qilib siz mana shu ko'rik-tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritdingiz? Ushbu ko'rik-tanlov Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi, Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati va boshqa bir qancha tegishli davlat tashkilotlari bilan imzolangan qo'shma qaror asosida har yili 3 yildan beri o'tkazilib kelinmoqda. Bu yilgi ko'rik-tanlovda men ham o'z nomzodimni shu ko'rik-tanlovda qatnashish uchun berdim va buning bir qancha bosqichlarida o'sha tuman, shahar va respublika bosqichida qatnashib, respublika bosqichida 2015-yilning eng faol yosh shifokori ko'rik-tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritdim. Bu barchasi demak O'zbekistonda yoshlarga berilayotgan e'tibor, ularni rag'batlantirish, o'z marralariga, oldilariga qo'ygan maqsadlariga erishish uchun ruhlantirish maqsadida tashkil etilyapti deb hisoblayman. Ushbu ko'rik-tanlovda qatnashish uchun men shu kungacha o'zim tomonimdan bajarilgan yaratilgan kompyuter dasturlari, o'quv darsliklari, o'sha chop qilingan maqolalar va barcha umuman hozirgi kungacha yaratilgan ishlarimni taqdim qildim va loyiha taqdim qildim. Demak, komissiya a'zolari bu narsani ko'rib chiqishdi va butun o'sha ko'rik-tanlov davomida baho yuqori bo'ldi va birinchi o'rinni demak taqdim qilishdi. Bilamizki, aynan mamlakatimizda mustaqillik yillarida aholini barcha qatlamlari, xususan yosh bolalar, ayollarimiz va nuroniylarimizni salomatligini muhofaza qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Aytingchi, mazkur sohada bugungi kunda aynan nuroniylarimiz salomatligini muhofaza qilish bo'yicha mamlakatimizda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Onalik va bolalikni himoya qilish, yosh ulug'larimizni sog'lig'ini, salomatligini saqlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu yil ham mana keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilinishi ham zamirida juda bir chuqur ma'no bor. Chunki biz turli xil yillarda turli xil aholi qatlamlariga ko'proq e'tibor qaratilgan holatda boshqa qatlamlarga ham e'tiborni susaytirmasdan ularning salomatligini saqlash, sog'lomlashtirish ishlarida juda katta demak davlat siyosati darajasidagi ishlar olib borilmoqda. Bu yilga ham keksalarni e'zozlash yilida keksalarimizni salomatligini saqlash yo'lida turli xil tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Masalan, o'sha chekka viloyatlarda, viloyatlarimizda respublika ilmiy tekshirish institutlari, respublika oliy o'quv yurtlari, respublika darajasidagi klinikalarni yuqori saviyali shifokorlari o'sha joylarga borib aholimizni ko'rikdan o'tkazishlari, ularga o'zlarining demak davolash yoki kasallikni oldini olish bo'yicha maslahatlarni berishlari bu demak davlat siyosati darajasida qilinayotgan ishlardan hisoblanadi. Hozir siz respublika klinikalarida yaratilgan sharoitlar to'g'risida gapirdingiz va aynan shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi: qishloq vrachlik punktlari. Bugungi kunda mamlakatimizning chekka hududlari, chekka qishloqlarda ham qishloq vrachlik punktlarida biz zamonaviy tibbiyot uskunalarini ko'rishimiz mumkin. Bu borada chekka qishloqlarimizda kadrlar masalasi qay darajada? Hozirgi kunda o'sha chekka joylarda, qishloq vrachlik punktlarida demak tibbiy asbob uskunalar bilan ta'minlanish hozirgi kunda yuqori saviyada. Bir qancha demak salomatlik 1, salomatlik 2, salomatlik 3 kabi davlat dasturlarini ishlashi oqibatida o'sha yerlardagi chekka qishloq joylarda ham o'sha zamonaviy asbob uskunalar o'rnatilmoqda va u yerda yuqori saviyali kadrlar bilan ta'minlash borasida ham juda katta ishlar qilinmoqda. Ularni demak o'sha respublika ilmiy tekshirish institutlarida yoki oliy o'quv yurtlarida malakasini oshirish bo'yicha ham demak ishlar olib borilmoqda. Ular hozirgi kunda o'sha yangi asbob uskunalar bilan ishlash bo'yicha respublika darajasida klinikalarda malakalarni oshirib ketishmoqda. Prezidentimiz respublika xirurgiya ilmiy tekshirish markazini ochilish marosimiga borgan paytlarida aytgan bir so'zlari hamisha yodimda tutaman. Ular o'sha yerda demak o'sha markazni direktorlariga topshiriq bergan edilarki, mana yangi uskunalar bilan, zamonaviy uskunalar bilan ta'minlabsizlar. Endi ikkinchi qadaminglar yoshlarni
til biladigan yoshlarni chet el klinikalari, ilmiy tekshirish institutlari, universitetlariga yuborib, malaka oshirtirib, qaytib olib kelib, shu yerda biz kasalliklarni davolash, ularni oldini olish bo'yicha faol ishtirok etishlarini ta'minlashingiz kerak degan ko'rsatma bergan edilar. Buni zamirida juda keng ma'no yotibdi. Bizning yoshlarimiz hozirgi kunda chet ellarga borib, u yerlarda malaka oshirib qaytib kelib, o'zimizni klinika institutlarda faoliyat ko'rsatishyapti. Shunaqa yoshlardan mana hozirgi kunda men o'zim stomatologiya instituti xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman va biz hozirgi kunda 1 yil ichida 15 ga yaqin yoshlarimizni chet el institutlari, klinikalariga malaka oshirishga yubordik va ular qaytib kelib o'zimizni davlatimizda demak xalqqa xizmat qilib kelishmoqda. Bilasizmi, sizni mana shu aytgan misollaringizdan ko'rinib turibdiki, aynan biz kim edik-u, bugun kim bo'ldik degan hayotiy haqiqatni biz mana shu sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan ishlardan ham ko'rishimiz mumkin ekan va shu o'rinda yurtboshimizni yoshlarga qarata aytgan so'zlarini tilga olmoqchi edim. Biz o'z oldimizga qo'ygan kelajagi buyuk davlat qurishdek oliyjanob maqsadga yetish yo'lida men sizlar kabi mard va shijoatli yoshlarimizga ilmu fan cho'qqilarini egallashga bel bog'lagan, qiyinchilik va sinovlar oldida bosh egmaydigan, bugun hayotimizning hal qiluvchi kuchi bo'lib maydonga chiqayotgan sog'lom va barkamol avlodlarga ishonaman degan edilar. Siz ham yurtboshimizni mana shu ishonchlarini oqlashga harakat qilayotgan bir yosh sifatida mamlakatimiz yoshlariga qanday tavsiyalar bera olasiz? Hozirgi kunda O'zbekiston yoshlari uchun juda keng imkoniyatlar yaratilgan. Biz shu imkoniyatlardan faqatgina foydalanishimiz kerak. Biz yurtboshimizni mana biz kecha kim edik, bugun kim bo'ldik degan so'zlari zamirida juda keng ma'no borligini aytib o'tmoqchi edim. Biz kecha hech kim biz bilan hisoblashmaydigan, hech kim bizni bir aytgan so'zimizni tinglamaydigan odam sifatida, ya'ni o'sha sobiq mustabid tuzumda shunaqa qolgan edik. Hozirgi kunda mana biz o'zimiz turli xil chet el konferensiyalariga borib kelyapmiz. U yerlarda malaka oshirish yoki tajriba almashishlarga borib kelyapmiz. O'sha yerda bizni hozirgi kunda so'zimizni tinglashayotganini va bizni maslahatimiz bilan turli xil ishlar qilishayotganini, o'sha fan sohasida bo'ladimi yoki sog'liqni saqlash, davolash ishlarida ham hozirgi kunda bizning olimlarimiz o'z so'zini aytayotganligini guvohi bo'lib turibmiz. Shuning uchun biz hozirgi kunda nafaqat ota-bobolarimiz bilan yoki ularni qilgan ishlari bilan faxrlanish, balki o'zimiz ham shu ota-bobolarimiz qilgan ishlardek ishlar qilishimiz va dunyoda tanilgan olim, olima yoki turli xil demak fan arbobi bo'lib yetishishimiz kerakligi, shunga harakat qilishimiz kerak. Chunki prezidentimiz yaqinda chiqqan asarlarda ham aytib o'tganlardek, biz kim edik, kim bo'ldik va keyingi maqsadlarimiz qanaqa bo'ladi, ularga erishish uchun qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak degan ma'nodagi gaplariga shu narsa javob bo'ladiki, ya'ni biz kelajakda vatanimizni yanada rivojlantirishga va dunyo hamjamiyati oldida o'z so'zimizni ayta oladigan kadr bo'lib yetishishga harakat qilishimiz kerak. Hozirgi kunda bizni asosiy maqsadimiz shu deb hisoblayman. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda mamlakatimizda yaratilayotgan barcha shart-sharoitlar yoshlarimizni barkamol avlod bo'lib voyaga yetishida muhim ahamiyat kasb etar ekan va aynan biz kim edik, kim bo'ldik degan tamoyilni biz mana shu marralar, mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar orqali ko'rishimiz mumkin ekan. Baxtinur aka, mazmunli suhbatingiz uchun sizga tashakkur. Eslatib o'tamiz, bizning bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni sohibi, 32 yoshli tibbiyot fanlari doktori Baxtinur aka Xudanov bo'ldilar. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.